Ramazonga biz yetamizmi, yo'qmi? Toat, mag'firat oyi, nur, hidoyat oyi, Qur'on tilovati bo'lgan, barakot bo'lgan oy birodarlar. Buni g'animat bilishimiz kerak. G'animat bilishimiz kerak. Albatta siz bilan biz mu'minlar bu oyni hurmati siz bilan bizni qalbimizda oliy, makonati ulug' birodarlar. Mana shu oyda butun olamlarga rahmat bo'lib Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib yuborilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mana shu oy kirganda sahobalarga bir bashorat qilib aytgan bir qancha hadislarni o'qiymiz. Bu oyning fazilati, bu oyda qilingan amallarning bir boshqa oydagi amallardan farqi bir qator eslab qo'yamiz. Chunki bu narsalarni doim biz eshitamiz har Ramazonda. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, fazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin." Eslating, eslatma bering, zero